kredit aka. 16 millionga nima qilingan? Sug'urta qilingan. Shunga nima qilsam bo'ladi? Kreditni to'lamayapman aka. Endi daromad olganim uzun borib qolib ketdi. Qancha olgansiz kredit? 2020 yo'q, kreditni 2025-yil olganman. 25-yil olgansiz? 24-yil olganman. O'sha uzunga bo'lmaydigan joyi o'sha kovlayapti, tagi qum chiqyapti. Qumga uzun bo'lmaydi. Bu yerda ham sug'orishga suv ham chiqmadi. Loyihani noto'g'ri qilgan. Noto'g'ri qilib berib ketgan ular, suv chiqmadi. Pulni ko'chirib bermagan. Pulni ko'chirib berganmiz. Endi shunga kimga murojaat qilsam bo'ladi? Men hozir oyiga 6 million 7 million to'layapman kredit. Endi 1-2 oyda to'langanmi, rostini endi daromad ko'rgandim. Uzundan quridi, shlankalarni o'sha quyosh olib bo'lgan. Endi men Buni shlankasi farqli bo'ladi aka. Bog'dorchilikniki, tokniki, keyin mana paxta bilan g'alla